Assalomu alaykum barchaga. Parranda ishqibozlari, o'rdak ishqibozlari. Sizlar bilan Tajriba Uz kanali admini Rustam Murodjon kanalimizda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Xush kelibsizlar. Sarlavhada ko'rib turganingizdek, bugun indiska o'rdaklar haqida gap boradi. Indiska o'rdaklarda turlari, ranglari va qay ravishda boqilishlari haqida qisqacha qo'limdan kelgancha siz aziz do'stlarga aytib berishga qaror qildim. Sizlar bilan baham ko'rishni ma'qul topdim. Kanaldan uzoqlashmang. Agar video sizga manfaatli, qiziqarli bo'lgan bo'lsa, bir donadan layklar, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolaman. Qani unda boshladik. Individualga boqishda avvalambor birinchi bo'lib nimaga e'tibor qilishingizni so'rab qolaman. So'rab qolardimki, siz individualga boqayotganingizda go'sht yo'nalishida boqyapsizmi? Boqmoqchimisiz? Yokida jo'jasini ochirib, jo'jasini sotmoqchimisiz? Shularga e'tibor bering. Qaysi yo'nalishda boqishingizni tanlab oling va oq boqdingizmi, oq boqing. Hammasini. Qora boqdingizmi, qora boqing. Ola boqdingizmi, ola boqing. Demoqchimanki, ertaga bularni sotishda ham muammo bo'lmasligi uchun va zotini, liniyasini o'ziga yarasha narx-navosi bo'lakcha bularda. Xuddiki tovuqlarda broiler tovuq bor, dekorativniy tovuqlar bor, oddiy hashak tovuqlar bor, tuxum yo'nalishli tovuqlar bor, har xil yo'nalishi borda. Xuddi o'shanda bularda ham o'ziga o'xshagan, o'ziga yarasha yo'nalishlari bor. Dekorativniy chiroy uchun yokida go'sht uchun yokida zot uchun har xil turlari bor. Buni ham broilerlari bor. Ko'proq oq bo'ladi. Nemetskiy liniya, frantsuzskiy liniya deyiladi. Bizda hozircha unaqa liniyalardan yo'q. O'sha liniyalarni chatishgan, mana u nimada ekranda ko'rib turganingizdek, mana shunaqa indiska o'rdaklar bor. Oqlari chatishganlari bular. Toza nemetskiy, frantsuzskiy liniyalar emas. Mendagilar ham tozalari shu 3 oyda 8 kilo, 7 kilogacha go'sht qo'yadi. Bular katta o'rdaklar. Menda misol uchun xo'rozi 4 kilo. U aytayotgan nemetskiy liniyani oddiy 2 oylik, 3 oylik xo'rozi ham 5 kilodan tepada bo'ladi. Demoqchimanki, zotiga, liniyasiga, rangiga ahamiyat beringlar va maqsadinglarni to'g'ri belgilab olinglar. Qaysi yo'nalishda boqishinglarni tanlab olinglar. Xo'p, siz boshlamoqchisiz va qaysi oydan olib, misol uchun ko'paytirsam bo'ladi. Bulardan jo'ja olib ferma qilsam yokida shu uyda ko'paytirib foydalansam bo'ladi degan savol bo'lsa, noyabr, dekabr, yanvarda olasiz. 5 ta makonga bitta xo'roz olasiz. Kitobda shunaqa. 5 ta makonga bitta xo'roz olasiz, yag'in nechta olishingiz o'zingizning ishingiz. Keyin noyabr, dekabr, yanvar oylarida olib, bular 1 oy, 2 oy uzog'ida shu joyingizga, muhitingizga moslashadi. Moslashgandan keyin primерно mart, aprel oylarida tuxumga kiradi. Tuxumga kirib, manaqa chiroyli joylarda qilib, sharoitlarni qilib qo'ysiz. O'sha joylarga tug'ib, qaysi yerga tug'sa, bular o'sha yerda bosib ochib chiqadi. Tovuqlarga o'xshab u yoqdan bu yoqqa ko'chirish tavsiya qilinmaydi. Bosmaydi ekan ham. Bosmaydi ham. Men bu indiska o'rdaklarda bir yil boqayotgan joyim yo'q. 2-3 yil avvalam baqqanman. Natijalar qilganman. Foyda qilsa bo'ladi. Lekin gapimga e'tiborliroq bo'lishinglarni so'rab qolaman. Bu video sizlarga yoki kimgadir bu
indiski o'rdakda biznes qilib shundan boy bo'lib ketasiz, boqing deb targ'ib qilish emas birovni. Faqatgina o'zimda qilib o'tayotgan ishlarimda, tajribamdan kelib o'tayotgan foydali maslahatlarni berib o'tyapman xolos, shunchaki. Keyinchalik o'zim uchun ham ko'rib qilib o'tgan ishlarimni sarhisob qilish uchun. Buni qo'shimcha biznes deb tavsiya qilaman. Biznes yo'nalishida biznes qilib pul topsa bo'ladi. Professional darajada shug'ullanib, bu bilan eskilarimiz aytgandek, molga mol bo'lasan, qo'yga qo'y bo'lasan degandek, bularga ham o'rdakka o'rdak bo'lib, bironta tomondan qayerdandir kelib turadigan dohodingiz bo'lsa, bu ishlaringizni yig'ishtirib, mana shu bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Lekin bironta joyda ishlaysiz, ishingizni tashlab, 100-200 ta qilib olib, bilimga, ilmga ega bo'lmasdan bular haqida bir 10-20 ta birar yil baqib, bularning xarakteristikasini o'rganib, boshqa qilmasdan ko'p miqdorda olib bankrot bo'lishinglarni yo boshqa qilishinglarni xohlamayman. 5 ta 10 ta bilan boshlab, sekin-sekin ashuni o'zidan o'zini ko'paytirib, ular bilan yaxshi chiqishib, bilimga ega bo'lib, keyin misol gazini berib bosib ishlasanglar bo'laveradi bularni ustida. Lekin hozircha qilmagan, bilmagan odamlar bo'lsa tavsiya qilmayman. Ko'p miqdorda olib katta pul sarflashinglarni tavsiya qilmayman. Xo'p, yeb ichishlari bularni agarda bularga kunlik misol ertalab 100 gramm, kech payt 100 gramm bersanglar ham 200 grammni bittasi indamay yeb qo'yaveradi. Mana hozir nimada videoda ko'rgan bo'lsanglar, menda qanaqa bo'lyapti? Bitta tog'oraga 10 kilo, 15 kilo misol 10% makka, 45% bug'doy, 45% arpa hisoblayman. Arpa, bug'doy 45% dan, makka 10%. Arpa yog'ini teradi. Yog'ni jir bosib tuxumdan qolmaydi emas, xullas ichida organizmini yog'larni terib turadi. Bug'doy vitamin, ozuqa, makka semirtiradi. O'shuning uchun 10% makka ham qo'shib qo'ydim. Va undan tashqari bu постоянно turadi mana shu yerda, ertalabdan kechgacha turadi. Undan tashqari kombikorma deyiladi. Kepakka o'xshagan makkani siniq, bug'doy sinig'i, kepak, tosh-mosh, g'ish-pishlari siniqlari, shunga o'xshagan kombikorma deyiladi 3000 so'mdan. Shuni ertalab mana shu 25 ta o'rdagim bor. Oqi bilan anavi indiski begunoklarim. 25 tasiga kech payt 1 kilo, ertalab yarim kilo o'sha kombikormadan suvga namlab berib qo'yaman. Постоянно turadi, u ham tugamaydi. Shunda men tajribamdan kelib chiqib aytaman. 120 grammdan kunlik rasxoti bo'ladi. Har bir boshiga to'g'ri kelyapti. Shu menga ma'qul bo'ldi. Ham semirib ketib tuxumdan qolish bo'lmadi va постоянно misol ozuqasi yonida bo'ldi. Boshida qish paytlarida ertalab misol 100 gramm, kech payt 100 grammdan misol ertalab 2 kilo, kech payt 2 kilo, 4 kilo bersam ham indamay yeb qo'yib, yana go'layib to'ymadim degandek tog'ora talashib yurishdi. Hozir mana ko'yni to'q, demoqchimanki, ko'ynini to'qib qo'ysanglar, bular mana shunaqa 120 grammdan don yeydi ekan. Xullas, qisqa qilib aytganda, makkani ko'paytirib olsangiz, arpani ozaytirib, semirib, bular tuxumdan qoladi. Tuxum bermay qo'yadi. Xudo xolasa, mana shu ratsionda meni o'rdaklarim 100% tuxumda. Mana ko'rib turibsizlar, даже kurki bo'lib ulgurmayapti. 8 ta uyani 27 ta, 28 tadan tuxumlari tayyor, xudo xolasa. Hozircha 4 tasi, 5 tasi kunora bitta-bittadan qo'shilib boryapti. Kurkilarimiz ham 200 tadan oshiq tuxum bo'ldi hozircha menda. 15 ta makiyondan.
Xo'p, yeb ichishlarni aytib o'tdim. Endi bularda kech payt men svetini yoqib qo'yaman. Ertalab o'chirib qo'yaman quyosh chiqqandan keyin. Xullas, yorug' bo'lgandan keyin o'chiriladi. Kech payt muntazam ravishda sveti yonib turadi. Bular qayerga tug'sa, o'sha yerga bosadi. Tabiatida yovvoyilik xarakteri bor bularda. O'sha shu yerga tug'dimi, shu yerga bosadi. Boshqa joyga bostiraman, joyini o'zgartiraman deb ovora bo'lmaylar. Keyin bosmay ham qo'yaveradi achchig'i kelib qolsa. Shuning uchun boshidan bularni o'sha 1-2 oy oldin yanvar, dekabr oylarida olib, joylarini qilib, o'sha joylarga mayaklar qo'yib, aldamchi tuxum deydi-yu. O'shanaqa tuxumlarni qo'yib o'rgatinglar qayerga tug'ishini. Mana bu meni o'rdaklarimga o'xshab oldindan o'zi tayyorlanib borishadi. Usti yopiq bo'lsin, tagi quruq bo'lsin. Agar gnezdoni tagi yer bo'lib qolsa, tuxum tepasi isiydi, pasti sovuq turadi. Ko'p tuxumlar palaxta bo'lib qoladi. O'sha unaqa paytlarda tagiga falga solib qo'yinglar yoki qalin material qo'yib qo'yinglar. Tuxumda tagi yer bilan muzlab qolmasligi kerak. Tushuntira oldim degan umiddaman. Xo'p, keyingi nimasi bular bir deganda misol tuxumini tug'ib srazi tovuqqa o'xshab kulki bo'lib yotib qolmaydi. Bir hafta mobaynida bular pat to'kib, kech payt yarim soat, kunduzi 1 soat, yana kech payt 1 soat, kunduzi yarim soat bosib, yana turib aylanib, donponlarni yeb, suvlarni ichib, o'shanaqa qilib bir hafta o'rtacha vaqt ketadi, keyin muntazam bosishni boshlaydi. Uning ichida bular patlarni to'kadi, joylarini mustahkam qilib, issiq qilib, keyin bir haftadan keyin muntazam ravishda bosishni boshlaydi. O'shundan keyin bular 33 kun, 35 kun mobaynida bosadi. 33 kun, 35 kunda ochib chiqadi jo'jalarini. Agar harorat sovuq bo'lsa, deylik fevral oylarida bosdi deylik, o'rtalarida, fevralda 15larida bosdi deylik, o'sha paytda martda oxirlarida misol 20lariga ochib chiqadi deb hisoblaysiz, lekin o'sha paytlarda bular kechroq ochib chiqadi. 40 kun, 45 kunga ham cho'ziladi bu jarayon. Negaki havo iqlim bularga bosishiga, ochib chiqishiga ta'sir qilar ekan. Menda 45 kun, 40 kunlarda ham bundan oldingi yillarda bostirganimda shunaqa 40 kun, 45 kunda ham ochilganlari bo'lgan. Inkubatorda ham xuddi shunaqa bo'ladi, lekin bularni sizda endi o'tkalaringiz, o'rdaklaringiz kam bo'lsa, o'zlariga bostirganingizni tavsiya qilaman. Negaki inkubatorda bularni tuxumini ochirish 50% hozircha rezultat beradi. Negaki bularni tuxumini po'stlog'i o'ta qattiq bo'ladi, qalin bo'ladi. Shuni evaziga bularni tuxumlarini ochirish juda qiyin. Oddiy o'rdak, oddiy tovuq, даже g'oz tuxumidan ham qiyin narsa. Men ochirib ko'rganman. 40% dan 60% gacha rezultat olganman ochirib. Misol uchun 100 ta tuxumdan 40 ta, 50 ta, 60 tagacha jo'ja olganman. Shunchaki qolgan 50 ta tuxum havoga uchib ketgan. Agarda ko'p kolичествоda bostirgani o'sha endi o'rdaklaringiz yetarli bo'lmasa, tuxumingiz shunchaki tashlab yuboradigan yoki yeb oladigan darajaga kelib qolgan paytlarda o'shanda tavsiya qilaveraman. Baribir ham tuxum uvol bo'lmasdan ko'ra inkubatordan 50% jo'jasini olganingiz yaxshi. O'sha paytlarda tavsiya qilaman. Endi o'tkalar yiliga kitobida 100 tadan 120 tagacha tuxum qo'yadi, tuxum beradi deyilgan, lekin bu 100 ta tuxum beradi degani 100 ta jo'ja ochiraman deganingiz emas. Negaki mana shu yerda diqqatliroq bo'lasizlar. Bitta indovutga hayoti davomida tajribamdan kelib chiqib aytaman, 30 tadan 40 tagacha bola olasiz. Lekin
bulardan bola olmasdan shunchaki tuxumini olib yeb, boshqa qilib, faqatgina tug'dirib, tagiga tuxum to'plamasdan muntazam ravishda tuxumni olib tursangiz, shunda ham 70 ta 80 ta tuxum tug'adi deb o'ylayman. Lekin men ochirganman doim. O'sha ochirish jarayonida misol uchun birinchi 7 tadan yosh bo'lsa, 7 tadan 15 tagacha tug'ib kurki bo'ladi. Agar qari tulay 1 yilga tulay bo'lsa, 15 tadan 20 tagacha, bori 25 tagacha ham tug'adi. Keyin kurki bo'lib, aytaylik, bir 20 kun tug'ishiga ketsin, 35 kun ochishiga ketadi. 55 kun bo'lyaptimi? Bola 2 oy deganda o'sha tug'ib ochadi. O'shinda bitta variant bo'ladi sizlarda. Agar jo'jasini ochib chiqqan paytida sirazi olib turib, boshqa yana tuxum qo'yib, ikkinchi marta ochirishga imkoniyat bo'ladi sizlarda. Misol 20 ta ochib chiqdi, sirazi oldingizda turgizmasdan yana 20 ta tuxum yoki 25 ta 30 ta tuxum qo'ydingiz, katta kichikligiga qarab o'rdagingizni qo'ydingiz. Shunda ikkinchi marta sirazi yana ochib chiqishi mumkin. Don suvlarni vaqtida berib, qarov yaxshi bo'lsa 2 marta ochirsangiz bo'ladi. Shunda narigi tug'ib bergan, bunga tug'ib bergan o'rdagingiz muntazam ravishda tug'averadi. O'shanda ham 15 ta 20 ta tug'adi va 20 kun 15 kun dam olib yana xuddi shunaqa yil davomida tug'averadi. Buningiz bosib ochib chiqqan o'rdagingiz muntazam ravishda, bunday aytganda, inkubator vazifasini bajarib beradi sizga. 3-marta ochirishingizni tavsiya qilmayman, chunki o'rdagingizni nobud qilib qo'yishingiz mumkin. 2 martaga kuchi yetadi. Bitta o'rdakni birdaniga 2 marta ochib chiqishiga kuchi yetadi. 3-chisi ham ochib chiqishi mumkin, lekin nobud bo'lib qoladi ko'pincha. Qisqasi, tuxumini olib faqat inkubatorda ochiraman desangiz, 15 kun 20 kun tug'adi, 15 kun 20 kun dam oladi. Shunaqa qilib erta bahordan to avgustgacha tug'adi bular. O'sha aytganimdek 70 ta 80 ta tuxum olalaysiz. Agar o'zlari ochib chiqib turib 2 oyda bolasini yana katta qilib, biror oycha, keyin yana tuxumga kirguncha, yana kurki bo'lguncha 4 oy, 5 oy ham vaqt ketadi. Shu bilan maksimum 2 marta, misol aytganda 15 tadan 30 ta bitta o'rdakdan bola olalaysiz. Ikkinchi variantda ish qilsangiz, misol aytganda 10 ta o'rdagingiz tug'averadi, 10 ta o'rdagingiz bosaveradi. Bunda ko'proq yoki inkubator bilan professional tushunaman, inkubatordan faqat ochiraman, bularni ochirmayman, bularni ochilishiga yo'l qo'ymayman, faqat inkubatorda ochiraman desangiz, bitta individingizdan, misol 80% dan ham yuqori rezultatlar olaman desangiz, o'shanda tavsiya qilib qo'ldan kelgancha maksimal ravishda bulardan jo'ja olishda tushuntirib o'tdim. Bular asosan go'sht yo'nalishida, tuxum yo'nalishida emas bu o'rdaklar. Bulardan sezonniy jo'jalar ochirib daromad qilinadigan o'rdaklar bular. 3 oylik atrofida, 4 oylik atrofida so'yilib, go'shtini yesangiz bo'ladi. 4 oydan o'tib ketsa, bularni yo sotishingiz kerak, yo yeyishingiz kerak. 4 oydan o'tib ketsa, sizlarga bular minusga ishlashni boshlaydi. Toki yana tuxumga kirib, jo'ja ochib chiqquncha sizlarda faqatgina topganinglarni, berganinglarni yeydi xolos. Misol uchun, erta bahor aprelda ochirdingiz, may, iyunda oxirida, avgust boshlarida bularni yo sotishingiz kerak, yo yeyishingiz kerak. Agar sotmadingiz ham, yemadingiz ham, o'sha sizni pulingizni yeydi. O'sha avgustgacha sotilgani jo'jasi yoki katta qilib sotilgani yoki go'shtini yeganingiz shu foydaga qoladi. Bular yiliga, oyiga примерно 15 ming, yiliga 180 ming yeydi. Примерно hisoblasangiz, bittasini daromadi sizga примерно 30 tadan yiliga sizga jo'ja tashlab ketsa,
Har bir jo'jasi bugun 22 aprel 2025-yil 4-oydamiz. Bugungi seshanba mol bozoridagi jo'jalarning narxi o'rtacha 25 ming 30 ming bo'ldi. Eshitganim o'sha bozordagi narxi. Uyalari bilan sotishdi. Примерно onasini minus qildim. Bolalarni bo'lsam 32 ming 31 mingdan tushdi. Deylik 25 mingdan bitta jo'jasi 30 ta jo'jadan sizga 250 ming pul qoladi. O'shundan примерно 200 ming rasxodini chiqarib olsangiz 550 ming yiliga daromad qoldiradi. Shunda ham agar siz buni erta bahorga yaqin, masalan dekabr, yanvarlarda olib jo'jasini ochirib sotsangiz, yana ham sizga ancha daromad keltiradi. Qaysi yo'l bilan, qanday ravishda daromad qilishingiz, foyda qilishingiz o'zingizga bog'liq. O'z bilan maslahat qilib ish qilaverasiz. Xullas, iloji boricha sezon boshlanayotganda 1 yillik tulagini olinglar. Iloji boricha o'tgan yili bir marta ochishgan opti bor katta tulak o'rdaklarda va 2 yashar xo'rozlarda olinglar. Qarisi ham bo'lmaydi, yoshi ham bo'lmaydi. Lekin menda bugun bu yilda oq xo'rozim bor, yangi edi, jo'ja edi, o'sha 8 oylik atrofida edi. Juda yaxshi ishlayapti, ko'z tegmasin. Yoshi qarisi bo'lmaydi ekan. Bitta o'ta qarisi bor edi. Примерно kuniga 2 marta bosganini ko'rsam, bu yoshini kuniga 5 marta, 6 marta bosganini ko'zim tushib qolgan. Kuzatdim shu narsani. Yoshi yosh ekan xo'rozini. 5 ta makonga bitta xo'roz tavsiya qilaman. Bularda yashash sharoitida tepasi yopiq bo'lishi shart va pasti apilka yoki somon shunga o'xshagan quruq holatda bo'lishi kerak. O'shanda bular pitlab yoki har xil kasal bo'lmaydi. Umuman olganda bular immuniteti o'ta yuqori o'rdak parranda ekan. Почти kasal bo'lmaydi. Endi jonzot borki, hammasida insonlar ham, jonzotlar ham hammasi kasal bo'ladi. Demoqchimanki, bularda immuniteti o'ta yuqoriligi uchun men bularda kasal bo'lib og'riganini bilmadim. Lekin menda poteriya bo'ldi. 3 ta o'rdagim o'ldi. U kasal bo'lib o'lmadi. Nima bo'lib o'ldi bilmayman. O'z-o'zidan ertalab chiqsam bittasi qotib qolibdi o'zidan o'zi. U bu narsa tishladi yo boshqa qildi desam, hech narsa bo'lmagan. Bittasi o'zi olib kelganimda o'ta nimjon edi. Shu yoshligidan jo'ja makon edi. Shu yoshligidan yaxshi qarov bo'lmagan. Immuniteti o'ta past edi ekan. O'zini eplab keta olmadi. O'shuncha olib chiqib sotib yuborgan. Talpada katta bo'lgan ekanda, xullas. Shunaqa qilib bittasi danak katta qilib o'ldi. Shu 3 ta poteriya bo'ldi. Bu tovuqlarga o'xshab gripp bo'lib, piqillab, boshqa bo'lib 3-4 kunlab yurgan yo'q. Shu 3 ta poteriya bo'ldi. Bo'lmadi emas. Lekin kasal bo'lib o'ldi demayman. Ularda immuniteti yuqori toifadagi aytganda parranda ekan. Bular yaxshi. Tavsiya qilaman. Jo'jasini ochib chiqdimi, sirazi 3 kunga qolmasdan jo'jasini отдельный svet lampochkada boqib, onasini yana qaytadan xo'rozlarga qo'shib yuborsangiz, yana tuxum 20 kundan keyin, примерно 15 kun 20 kundan keyin tuxumga kirib, 15 kun 20 kundan keyin yana bosib 30 kun 33 kun 35 kunda ichida yana sizga yangi jo'jalar ochib chiqadi. Shunaqa qilib yiliga 3 marta примерно o'rtacha 15 dan 45 ta yoki 2 marta 15 dan 30 ta foydalanib jo'ja olib daromad qilsangiz bo'ladi. Bularda xo'roz makonni jo'jasini yoki kattasini qanaqa qilib aniqlaymiz degan savol bo'lib qolsa, bularda katta xo'rozlari o'zi basharasi ham, o'zi ham, oyog'idagi lapasi ham makonga nisbatan katta bo'ladi. Keyin bular xo'rozlari
makyoniga nisbatan kam harakat, keyin pix degan ovoz chiqaradi. Makyonlari ushlasangiz yoki quvsangiz o'zidan ozmi ko'pmi g'aqillagan ovoz chiqadi. Lekin g'aqilla o'rdaklarga o'xshab g'aqillamaydi. O'sha qo'rqib ketgan stress paytida o'shanaqa ovoz chiqadi. Xo'rozdan ovozi chiqmaydi. Pix deb turaveradi, o'zidan xirillagan ovoz chiqaradi xolos. Jo'jalardan ham shu 15 kunlik atrofida bo'lganda oyoqlaridan, gavda qismlaridan, katta kichikligidan xo'roz makonini ajratib olsangiz bo'ladi. Bu o'rdaklarni boqishda zovurlar, otganlar, zakanlar, xullas oqova suv shartmi degan savol bo'lib qolsa, unaqa suvlar shart emas. Ularga oddiy tog'orada suv qo'yib, don-dunini qo'yib qo'ysangiz, keyin misol katayda baqsangiz, uncha-muncha yashil o'tlardan vitamin hisobida tashlab qo'ysangiz, bularcha o'zi ko'p ham suvga tushib, g'aqillab o'rdaklarga o'xshab suvlarda ertadan kechgacha yurmaydi. Asosan quruqlikda yurishadi bular. 70%, 80% quruqlikda yuradi. Bularga oqova suv, kanal, zovur, shunga o'xshagan narsa shart emas. Agar bo'lsa yaxshi, cho'milishadi, netishadi, oppoq, toza yurishadi. Nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Hozircha yetarli deb o'ylayman. Yana bular haqida ma'lumotlar ozmuncha bor. Fikr mulohazalaringizni kommentariyada qoldiringlar. Video yoqqan bo'lsa bittadan like, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan Rustam Murodjon, Tajriba.uz kanali admini. Hammangizni, xonadoningizga qut-baraka, sog'lik, tinchlik, xotirjamlik tilab qolib, hammaga xayr deymiz. Sog' bo'linglar. Ko'rganda ko'rishguncha xayr. Omon bo'linglar.